Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, opa-singillar va aka-ukalar. Bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki gap pensiya pullari, nafaqa, kompensatsiya va davlat tomonidan ajratilgan to'lovlar haqida ketadi. Ayniqsa, 30 avgustgacha ishlatilmagan pullar kuyadi degan gap ko'pchilikni xavotirga solyapti. Men bugun shu masalani oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida aniq tushuntirib beraman. Qaysi pul kuyishi mumkin? Qaysi pul kuymaydi? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa behuda qo'rqmasligi kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta kichkina farqni bilmaslik odamni o'z pulidan, imtiyozdan yoki kompensatsiyasidan mahrum qilib qo'yishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot sizning o'zingizga yoki oilangizdagi pensionerga kerak bo'lib qoladi. Avval ko'pchilik pensionerlar pensiyasini naqd pul shaklida olardi. Pochtachi uyga olib kelardi yoki pensionerning o'zi pochta bo'limiga, bankka borib olardi. Odamlar pulni qo'lga olgandan keyin masala yopilardi. Pul uyda saqlanadimi? Dori-darmonga ishlatiladimi? Bolalarga beriladimi? Hech kim aralashmasdi. Keyingi yillarda esa tizim ancha o'zgardi. Pensiya va nafaqalar ko'proq bank kartalariga tushadigan bo'ldi. Bundan tashqari, ayrim ijtimoiy to'lovlar, bir martalik moddiy yordamlar, kompensatsiyalar, subsidiya pullari yoki ma'lum maqsad uchun ajratilgan mablag'lar ham plastik kartaga, maxsus hisob raqamga yoki elektron tizim orqali beriladigan bo'ldi. Mana shu yerda eng katta chalkashlik boshlanadi. Odamlar kartaga tushgan har qanday pul mening pensiyam, demak u kuymaydi deb o'ylaydi. Yoki aksincha 30 avgustgacha sarflamasam butun pensiyam kuyarkan deb vahimaga tushadi. Aslida esa har bir pulning manbasi va maqsadi bor. Oddiy oylik pensiya boshqa, vaqtinchalik kompensatsiya boshqa, maqsadli yordam boshqa, subsidiya boshqa. Men buni juda sodda qilib tushuntiraman. Agar siz har oy oladigan yoshga doir pensiyangiz, nogironlik pensiyangiz yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyangiz bank kartasiga tushgan bo'lsa, odatda bu sizning shaxsiy mablag'ingiz hisoblanadi. Uni bugun ishlatasizmi? Bir oy keyin ishlatasizmi? Uyda jamg'arasizmi? Kartada qoldirasizmi? Bu sizning ixtiyoringiz. Oddiy pensiya sarflamading, demak kuyadi degan qoida bilan yo'q bo'lib ketmaydi. Lekin davlat tomonidan ayrim hollarda ma'lum muddat ichida foydalanish kerak bo'lgan pullar ham beriladi. Masalan, ayrim kompensatsiyalar, maqsadli yordamlar, kommunal to'lovlar uchun imtiyoz, dori-darmon xarid qilish uchun ajratilgan pul, protez ortopediya vositasi, sanatoriy yo'llanmasi, ijtimoiy karta orqali beriladigan maxsus mablag'lar yoki mahalla orqali ajratilgan moddiy yordam. Bunday pullar ayrim tizimlarda belgilangan muddatgacha ishlatilmasa, qayta ko'rib chiqilishi, to'xtatilishi yoki byudjetga qaytarilishi mumkin. Shuning uchun 30 avgustgacha ishlatilmagan pullar kuyadi degan gapni eshitganingizda. Birinchi savol shunday bo'lishi kerak. Qaysi pul haqida gap ketyapti? Oddiy pensiyami, bir martalik yordammi, subsidiyami, kompensatsiyami, maxsus ijtimoiy to'lovmi? Endi men pensionerlar uchun eng muhim qismini batafsil tushuntiraman. Chunki hamma bir xil vaziyatda emas. Birinchi holat, siz har oy pensiya olasiz va pul bank kartangizga tushadi. Masalan, Karim ota har oy 1.800.000 so'm pensiya oladi. Iyul oyida pul kartaga tushdi, lekin u pulni ishlatmadi. Avgustda yana pensiya tushdi. Karim ota men iyuldagi pulni 30 avgustgacha ishlatmasam kuyarkan deb qo'rqyapti. Bunday holatda agar bu oddiy pensiya bo'lsa, odatda xavotirga o'rin yo'q. Bank kartasidagi pul sizning shaxsiy pulingiz. Uni yechib olishingiz ham mumkin, kartada qoldirishingiz ham mumkin. Ikkinchi holat, pensioner naqd pulni vaqtida olmagan. Masalan, Saodat opa pensiyasini pochta orqali oladi. Pochtachi kelgan, lekin Saodat opa qishloqda bo'lmagan. Farzandinikiga ketgan. Bir oy, 2 oy pensiya olinmay qolgan. Bu yerda vaziyat bank kartasidan farq qiladi. Naqd shaklda beriladigan, lekin egasi olib ketmagan to'lovlar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Odatda bunday pullar darhol yo'q bo'lib ketmaydi. Lekin uzoq vaqt olinmasa, to'lovni qayta tiklash, ariza yozish, shaxsni tasdiqlash kabi jarayonlar kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun naqd oladigan pensionerlar pulni oyma-oy tekshirib turishi kerak. Uchinchi holat, sizga pensiyadan tashqari bir martalik moddiy yordam tushgan. Masalan, mahalla orqali 500.000 so'm yordam berilgan yoki temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari yoki boshqa ijtimoiy ro'yxatlar orqali yordam ajratilgan. Mana shunday to'lovlar oddiy pensiya bilan bir xil bo'lmasligi mumkin. Ba'zida bunday pul ma'lum hisobot davriga bog'lanadi.
Agar ajratilgan mablag' o'z vaqtida olinmasa yoki undan foydalanilganligi tasdiqlanmasa, keyingi yordamni olishda muammo paydo bo'lishi mumkin. 4-holat. Sizga kommunal xizmatlar, dori-darmon, oziq-ovqat yoki boshqa maqsad uchun kompensatsiya berilgan. Masalan, 300 ming so'm maqsadli yordam sifatida tushdi. Bunday pul ba'zan faqat belgilangan yo'nalishda ishlatilishi kerak bo'ladi. Agar tizimda bu pul maqsadli mablag' sifatida turgan bo'lsa, uni oddiy pensiyaga o'xshatib 1 yil kartada saqlab yurish noto'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki davlat bu mablag'ni aynan ehtiyojni qoplash uchun bergan bo'ladi. 5-holat. Bank kartangizga pul tushgan, lekin siz uning nima ekanini bilmaysiz. Bu juda ko'p uchraydi. Masalan, kartaga 1 million 200 ming so'm tushdi. Pensiyam oshibdi deb o'ylaydi. Aslida esa 900 ming so'm pensiya. 300 ming so'm kompensatsiya bo'lishi mumkin. Yoki aksincha oldingi oydan qolgan pensiya bilan yangi pensiya qo'shilib tushgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir pensioner kartaga tushgan pulning manbasini bilishi kerak. Bankdan SMS keldi, lekin SMSda faqat summa ko'rindi. Bu yetarli emas. Kerak bo'lsa bankdan hisob-pora ko'chirmasi oling. Pensiya jamg'armasi bo'limidan aniqlashtiring, mahalla xodimidan so'rang. Men sizga real hayotga yaqin bir misol keltiraman. Abdulla aka har oy 2 million 100 ming so'm pensiya oladi. Avgust oyida kartasiga 2 million 700 ming so'm tushdi. U pensiyam oshibdi deb xursand bo'ldi va pulni ishlatmadi. Keyin bilsa 600 ming so'm alohida moddiy yordam ekan. Agar bu yordam bo'yicha belgilangan muddat yoki tasdiqlash talabi bo'lsa, Abdulla o'z vaqtida qiziqmagani uchun muammoga duch kelishi mumkin. Muammo shundaki, ko'pchilik pul tushganini ko'radi, lekin pulning nomini bilmaydi. Yana bir misol. Muyassar opa yolg'iz yashaydi. Har oy 1 million 600 ming so'm pensiya oladi. U kartadan foydalanishni bilmaydi. Hamma pulni nabirasi yechib beradi. Kartaga bir martalik 400 ming so'm yordam tushadi. Nabirasi bu ham pensiya deb o'ylab pulni yechmaydi. Keyin 3 avgust yaqinlashganda mahalladan sizga ajratilgan yordamdan foydalandingizmi deb so'rashadi. Opa esa umuman xabarsiz. Mana shunday vaziyatlar bo'lmasligi uchun pensionerning o'zi yoki ishonchli farzandi har oy tushumlarni tekshirishi shart. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizning kartangizda faqat oddiy oylik pensiya bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pensiya har oy tushayotgan bo'lsa, o'tdim avgustgacha ishlatmasam butun pulim kuyadi deb qo'rqmang. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Chunki ba'zida pensiya bilan birga boshqa to'lov ham aralashib tushadi. Kim albatta xavotir olishi va tekshirishi kerak? Birinchidan, yaqinda sizga bir martalik yordam, kompensatsiya yoki subsidiya berilgan bo'lsa. Ikkinchidan, siz bir necha oy pensiyani olmagan bo'lsangiz. Uchinchidan, kartangiz bloklangan, muddati tugagan yoki yo'qolgan bo'lsa. To'rtinchidan, siz boshqa viloyatga ko'chgan bo'lsangiz va pensiya hujjatlaringiz eski manzilda qolgan bo'lsa. Beshinchidan, siz nogironlik, parvarish puli, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi yoki ijtimoiy nafaqa olsangiz, chunki bunday to'lovlarda hujjat va muddat masalasi muhim bo'lishi mumkin. Endi eng ko'p uchraydigan xatolarni aytaman. Birinchi xato, pensioner pul kartaga tushgan bo'lsa, demak hammasi bir xil deb o'ylaydi. Yo'q, karta faqat pul keladigan joy. Pulning turi esa alohida masala. Kartangizga pensiya ham tushishi mumkin, aliment ham tushishi mumkin, yordam ham tushishi mumkin, qarindoshingiz yuborgan pul ham tushishi mumkin. Har birining huquqiy mazmuni boshqa. Ikkinchi xato, bank aytmasa, demak muammo yo'q deb yurish. Bank sizga pul kelganini ko'rsatadi, lekin har doim ham bu pul qaysi dastur bo'yicha berilgani batafsil tushuntirib bermasligi mumkin. Bank xodimi hisob varaqli operatsiyani ko'radi, lekin to'lovning ijtimoiy sharti bo'yicha mahalla, pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilot aniqroq ma'lumot beradi. Shuning uchun bir joydan javob ola olmasangiz, ikkinchi manbadan tekshiring. Uchinchi xato, kartani farzandga berib qo'yish va hech narsani nazorat qilmaslik. Men farzandlarga ishonmang demayapman. Albatta ko'p farzandlar ota-onasiga yordam beradi. Lekin pensionerning kartasi pensionerning shaxsiy moliyaviy hujjati hisoblanadi. PIN kodni hammaga aytish, kartani begona odamga berish, SMS xabarini boshqa telefon raqamiga ulab qo'yish juda xavfli. Pul ishlatilganmi? Qachon ishlatilgan, qayerga ketgan, keyin isbotlash qiyin bo'lib qoladi. To'rtinchi xato, hujjat muddati tugaganini bilmaslik. Pasport yoki ID karta muddati, bank kartasi muddati, nogironlik guruhi bo'yicha tibbiy xulosa muddati. Ishonchli muddat tugagan bo'lishi mumkin. Ba'zida odam
pul nega tushmayapti deb hayron bo'ladi. Sababi oddiy, tizimda hujjat yangilanmagan. Agar siz nogironlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa olsangiz, tibbiy ko'rik, qayta tasdiqlash, parvarish hujjatlari kabi masalalarni o'z vaqtida hal qiling. 5-xato, bir marta yordam oldim, endi har oy tushadi deb o'ylash. Bir martalik yordam bir martalik bo'ladi. Masalan, sizga 700 ming so'm yordam tushdi. Bu keyingi oy ham tushadi degani emas. Agar siz uni pensiya bilan adashtirsangiz, keyingi oy pul kamroq tushganda pensiyamni kesib tashlashdi deb o'ylashingiz mumkin. Aslida pensiya o'sha. Faqat bir martalik yordam tugagan bo'ladi. 6-xato 3 avgust sanasini hamma to'lovga bir xil qo'llash. Har bir dasturda muddat boshqa bo'lishi mumkin. Bir yordam uchun 3 avgust deyiladi, boshqasi uchun oy oxiri, boshqasi uchun chorak oxiri, yana boshqasi uchun yil oxiri bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz eshitgan sana aynan sizning pulingizga tegishlimi yoki yo'qmi? Buni aniqlash kerak. Men doim shuni maslahat beraman. Og'zaki gapga ishonib qolmang, rasmiy manbadan so'rang. 7-nozik jihat, foydalanilmagan pul bilan olinmagan pulni aralashtirmang. Foydalanilmagan pul degani karta yoki maxsus hisobda turgan, lekin sarflanmagan mablag' bo'lishi mumkin. Olinmagan pul esa pochta orqali yoki kassadan olinishi kerak bo'lgan, lekin egasi kelmagani uchun berilmay qolgan to'lov bo'lishi mumkin. Bu ikkisi huquqiy jihatdan bir xil emas. 8-nozik jihat, pensioner vafot etgan holatlar. Bu mavzu og'ir, lekin aytish kerak. Agar pensioner vafot etsa, vafotidan keyin tushgan pullar bo'yicha alohida tartib bo'ladi. Qarindoshlar kartada pul bor ekan deb yechib olish keyinchalik muammo tug'dirishi mumkin. Meros, dam puli, oxirgi oy pensiyasi kabi masalalar qonuniy tartibda hal qilinishi kerak. Shuning uchun bunday holatda bank, pensiya jamg'armasi va notarius bilan maslahatlashish zarur. 9-nozik jihat, ishonchnoma orqali pul olish. Ayrim pensionerlar yurishga qiynaladi, kasal bo'ladi, boshqa odam orqali pul oladi. Ishonchnoma to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Oddiy o'g'lim oladi degan gap yetarli emas. Agar pulni boshqa odam olayotgan bo'lsa, keyin nizolar chiqmasligi uchun hujjat rasmiy bo'lsin. Pullar qachon va qancha olingani yozib borilsin. 1-qadam, kartangizdagi tushumlarni tekshiring. Agar telefoningizda bank ilovasi bo'lsa, oxirgi 3 oy yoki 6 oy ichida tushgan pullarni ko'ring. Agar ilovadan foydalana olmasangiz, bank filialiga boring va hisobvaraq ko'chirmasini so'rang. Ko'chirmada qaysi sanada qancha pul tushgani ko'rinadi. Xodimdan to'lov izohini tushuntirib berishini so'rang. 2-qadam, tushgan pulning manbasini aniqlang. Agar summa odatdagi pensiyadan ko'p bo'lsa yoki noodatiy to'lov ko'rsangiz, darhol aniqlashtiring. Pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki telefon orqali murojaat qiling. Mahalla raisi yoki ijtimoiy xodimdan ham so'rashingiz mumkin. Savolni aniq bering. Mening kartamga falon sanada falon summa tushgan. Bu oddiy pensiyami, kompensatsiyami yoki bir martalik yordammi? Bu pulni ma'lum muddatgacha ishlatish shartmi? 3-qadam, agar pul maqsadli yordam bo'lsa, muddatini so'rang. 3-avgustgacha ishlatish kerakmi? Agar ishlatmasam nima bo'ladi? Qaysi joylarda ishlatsam bo'ladi? Naqd yechib olsam bo'ladimi yoki faqat ma'lum to'lovlar uchunmi? Degan savollarni bering. Javobni imkon qadar yozib oling. Agar xodim og'zaki aytsa ham, siz daftar tutib, sana kim bilan gaplashganingiz, nima deganini yozib qo'ying. 4-qadam, bank kartangiz faol ekanini tekshiring. Kartaning muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Telefon raqamingiz o'zgarmaganmi? Bularning hammasi muhim. Ko'p pensionerlar kartaning muddati tugaganini sezmaydi. Pul tushadi, lekin karta orqali ishlatib bo'lmaydi. Keyin muddat o'tib ketadi. Shuning uchun kartangizning old tomonidagi amal qilish muddatiga qarang. 5-qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, nogironlik bo'yicha hujjatlar, ishonchnoma bo'lsa uning nusxasi, bularning hammasini bitta papkaga solib qo'ying. Banka yoki pensiya jamg'armasiga borganda hujjat yetishmay qolsa, yana qatnashga to'g'ri keladi. 6-qadam, agar pulni ishlatish kerak bo'lsa, oxirgi kunga qoldirmang. 30-avgust degan muddat bo'lsa, 29 avgust kuni banka yugurish noto'g'ri. Chunki bankda navbat bo'lishi mumkin, tizim ishlamay qolishi mumkin, karta bloklangan bo'lishi mumkin. Bankomatda naqd pul bo'lmasligi mumkin. Kamida bir necha kun oldin hammasini hal qiling. 7-qadam, agar siz yura olmasangiz, ishonchli odam orqali qonuniy yordam oling. Farzandingiz yoki yaqin qarindoshingiz banka borish kerak bo'lsa,
Bankdan qanday hujjat kerakligini oldindan so'rang. Zarur bo'lsa notarial ishonchnoma rasmiylashtiring. Shunchaki kartani berib yuborish eng xavfli yo'l. 8-qadam. Agar siz pulingiz noto'g'ri ushlab qo'lingan, tushmagan yoki qaytarilgan deb hisoblasangiz, yozma ariza bering. Og'zaki shikoyat ko'pincha natija bermaydi. Arizada familiya, ism, otasining ismi, pasport ma'lumotlari, manzil, telefon raqami, muammo mazmuni, qaysi oy uchun qancha pul tushmagani yoki qanday mablag' haqida gap ketayotgani aniq yozilsin. Arizaga bank ko'chirmasi nusxasini, pensiya hujjati nusxasini, kerak bo'lsa mahalla ma'lumotnomasini ilova qiling. Arizani qabul qilgan xodimdan kirim raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi so'rang. 9-qadam. SMS va qo'ng'iroqlardan ehtiyot bo'ling. 30 avgustgacha pulingiz kuyadi. Kartangizni ayting, PIN kodni yuboring. Biz saqlab qolamiz degan firibgarlar bo'lishi mumkin. Hech qachon kartangizning to'liq raqamini, amal qilish muddatini, SMS kodni, PIN kodni begona odamga aytmang. Bank xodimi ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. 10-qadam. Oilada bitta mas'ul odam belgilang. Agar uyda pensioner ota yoki ona bo'lsa, farzandlardan biri har oy pensiya tushumini tekshirib tursin, lekin bu nazorat shaffof bo'lsin. Ota-onaga mana buncha pensiya tushdi, buncha yechildi, buncha qoldi deb ko'rsatib boring. Bu nafaqat pulni asraydi, balki oilada ishonchni ham saqlaydi. Men pensionerlarga shuni ham maslahat beraman. Har oy kichik daftar tuting. Daftarga sana tushgan pul, yechilgan pul, qolgan pul, alohida yordam bo'lsa uning nomini yozing. Masalan, 5 avgust. Pensiya 1 million bangim 2 ming so'm tushdi. 20 avgust dori uchun 300 ming so'm yechildi. 20 avgust kommunal to'lov 200 ming so'm. 20 avgust mahalla yordami 500 ming so'm tushdi. Muddatini so'rash kerak. Bunday daftar keyin juda katta yordam beradi. Agar siz bankka borsangiz, xodimga shunday deyishingiz mumkin. Menga oxirgi 3 oy uchun hisobvaraq ko'chirmasini bering. Qaysi tushum pensiya, qaysi tushum boshqa yordam ekanini tushuntirib bering. Kartam faolmi? Muddati qachon tugaydi? SMS xabarnoma qaysi raqamga ulangan? Bu savollar oddiy ko'rinsa ham ko'p muammolarni oldindan bartaraf qiladi. Agar pensiya jamg'armasi bo'limiga borsangiz, shunday so'rang. Mening pensiyam qaysi tartibda to'lanmoqda? Oxirgi oylar bo'yicha qarzdorlik yoki ushlab qolish bormi? Menga pensiyadan tashqari biror to'lov ajratilganmi? Agar ajratilgan bo'lsa, uning muddati va sharti qanday? Javobni tushunmasangiz, qayta so'rashdan uyalmang. Bu sizning pulingiz, sizning huquqingiz. Agar mahallaga borsangiz, shunday so'rang. Mening nomimga bir martalik moddiy yordam, kompensatsiya yoki boshqa ijtimoiy to'lov ajratilganmi? Ajratilgan bo'lsa, uni qachongacha olishim yoki ishlatishim kerak? Mendan qanday hujjat talab qilinadi? Mahallada hamma narsani og'zaki eshitib ketmang. Kerak bo'lsa, yozib oling. Demak, eng asosiy fikr shuki, oddiy oylik pensiyani 30 avgustgacha ishlatmasangiz, u avtomatik ravishda kuyib ketadi deb vahimaga tushmang. Lekin pensiyadan tashqari kompensatsiya, bir martalik yordam, subsidiya yoki maqsadli mablag' bo'lsa, uning muddati va shartini albatta tekshiring. Eng katta xavf pulning borligi emas, pulning qanday pul ekanini bilmaslikdir. Men sizdan iltimos qilaman, bu videoni pensioner ota-onangizga, qo'shningizga, mahalladagi yoshi katta insonlarga yuboring. Chunki ko'p odamlar aynan ma'lumot yetishmagani uchun o'z haqidan foydalana olmay qoladi. Kommentariyada yozing, sizda ham kartaga tushgan pulning manbasini tushunmay qolgan holat bo'lganmi? Siz pensiyani bank kartasida olasizmi yoki naqd shakldami? 30 avgust muddatiga oid sizning hududingizda qanday tushuntirish berishyapti? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'ying. Men pensionerlar, nafaqa oluvchilar va oddiy fuqarolar uchun eng kerakli moliyaviy va huquqiy ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Pullaringizni, hujjatlaringizni va huquqlaringizni vaqtida tekshirib yuring.